Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar. Sizlar charchamayapsizlarmi? Sog'lig'ingizlar yaxshimi? YouTube kanalimga xush kelibsizlar. Agarda sizlar meni YouTube kanalimda yangi bo'ladigan bo'lsanglar, obuna bo'linglar, chunki bundan buyog'iga faqatgina manfaatli videolar, sizlar uchun foydali bo'ladigan videolar, haftalik analizlar va bundan keyin yana xudo xolasa planlarim bor. Hammasini birin-ketin amalga oshiramiz. Xo'p, akalar, full candle'lar haqida bugun gaplashamiz. Full candle'lar haqida juda ham ko'p joylarda eshitganmiz, ko'rganmiz, lekin meni talqinimda boshqacha bo'ladi deb o'ylayman. Bu candle'larni o'zi aslida ilmiy ma'nosi nima, asl mohiyati nimani bildiradi, bu narsalar haqida gaplashamiz. Kelinglar, sizlar bilan o'zi bir boshdan gaplashamiz. Full candle, ya'ni full candle'lari bu nima candle'lar va nima ma'noni bildiradi? Birinchi navbatda mana ekranda ko'rsatganimdek full candle'larning ko'rinishi xuddi shunaqa shaklda, mana 3 ta candle ko'ramiz. Bu candle'lar aslida nimani tushuntiradi? Aslida bu candle'lar bozordagi o'sha manipulyatsiyon nuqtalarni, likvidlar tozalanishini va qaysi likvidga qarab ketayotganligini bu yerda bildiradi. Xo'p, buni qanaqa qilib bilishimiz mumkin? Mana birinchi navbatda mana bu birinchi SFU deyilgan, ya'ni bu strong fu deyiladi, ya'ni fu candle'larning orasidagi eng kuchlisi hisoblanadi. Nima uchun eng kuchlisi degan savolga mana oddiy mantiq bilan bitta tushunaylik. Tipa order blokdagi bo'lib turibdi, to'g'rimi? Aslida order blok qonun qoidasi nima edi? Men o'zim o'quvchilarimga tushuntirishda doim aytaman. Order blok shakli bo'lishi uchun o'zidan oldingi candle'lar, ya'ni tanasi bilan yorib o'tishi, ya'ni qonun qoida nima? Order blok hosil bo'lishi uchun birinchi navbatda impuls kerak bo'ladi. Mana impuls bor, chunki biza mana bu candle'da ko'ramizki, o'zidan oldingi candle impuls bilan tanasi bilan mana bu minimum yorib o'tgan. Xuddi shunaqa bu impuls nimani bildiradi o'zi aslida? Bozorda impuls degan tushunchani bilamiz. Aynan bu impuls bozorda haqiqiy ob'yom borligini, haqiqiy kuch borligini bildiradi. Bu endi full candle'lar orasida nima uchun eng kuchlisi? Chunki o'zidan oldingi candle'ni tanasi bilan yorib haqiqatdan impuls, bitta orderlar, katta bitimlar borligini ko'rsatadi. O'shaning uchun full candle'lar orasidagi eng kuchlisi. Endi buni yana ham mantiqliroq tushunishimiz uchun men sizlarga shuni tushuntiraman. Qaranglar. Full candle, mana birinchi navbatda full candle odatda mana bunaqa ochiladi, to'g'rimi? Mana candle ochiladi. Va ochilgandan keyin mana birinchi tomoni mana bunaqa tepaga chiqadi. Mana shunaqa tepaga chiqqanda hamma nima deb o'ylaydi? Mana bu candle ichida biz kichkina time frame ga o'tadigan bo'lsak, struktura bor baribir, to'g'rimi? Aynan mana shu struktura buni ichkarisiga o'tganimizda nimani ko'rsatadi? Breakout yokida boss yokida change of character degan tushunchalarni mana shu tepaga chiqqanda ko'rsatadi. Lekin aslida esa narx bu manipulятsion harakat bo'ladi. Bitta tepaga chiqib, fake breakout, fake boss, fake choke qilib bitta pastga tushadi mana. Pastga tushib, mana bunaqa bo'lib yopiladi. Vot. Bu endi nimani bildirdi? Mana mamtdagi fakeligini va mana mamtdagi likvidlik tozalanganligini tushuntirdi. Endi xuddi o'shaning uchun bu nimani bildirdi? Endi manipulyatsiyani bildirdi. Ya'ni mana bu nuqta endi manipulyatsiya bo'lganligini bildirib beryapti. Ko'rsatib beryapti. Ana endi biza bilamiz, ya'ni baribir full candle'larda doim mana shu manipulyatsiya bo'lgan nuqta biz uchun foydalaniladi deb aytiladi, to'g'rimi? Mana foydalaniladi deb aytiladi. Mana shu zonadan tipa ko'p joyda o'rganganmiz, ko'p joyda eshitganmiz, mana bunaqasiga endi biz foydalanamiz degan tushuncha bo'ladi. To'g'rimi? Okey, bunaqa tushuncha to'g'ri. Bunaqa narsa bo'lishi mumkin, lekin bozorda birinchi navbatda likvidlik bunaqa holatlarni sizlar grafiklarni ochinglar deb bozor tarixini bitta ko'rib chiqinglar. Bunaqa holatlar odatda ko'pincha ishlamagan bo'ladi. Odatda full candle'dan bunaqa foydalanilmaydi. Bitta asl maqsad boshqacha. Hozir buni boshqa candle'larni ham ko'rganimizda tushunib o'tamiz. Qaranglar. Bu shundoqligicha qolsin. Endi atom tutfu deyiladi. Ya'ni bu full candle'lar orasidagi eng kuchsizi hisoblanadi. Eng kuchsizi. Nima uchun eng kuchsizi? Bu ham xuddi shu boyiga mantiq asosida mana bu yerdan ochildi va tepaga bitta chiqdi. To'g'ri, fake out borligini, bu yerda fake breakout yokida fake boss, fake choke borligini ko'rsatdi-da, bitta qaytib to'g'ri mana bunaqa yopildi. Ko'ramiz, to'g'ri, bu yerda ham manipulyatsiya bor, mana zonasini olamiz. Bu yerda ham biz uchun manipulyatsiyon nuqta paydo bo'ldi. Manipulyatsiyon nuqta paydo bo'ldi. Lekin
Endi bu yerda asosiy nuqta bu Kindle'da haqiqiy kuch borligi, haqiqatdan market makerlar, haqiqatdan katta kitlar bu yo'nalishda ekanligini ko'rsatish uchun xuddi mana bunaqa bo'lish kerak edi. Lekin bunaqa bo'lmadi, ya'ni buni kuchi yetmadi. Mana bunaqa bo'lib yopilib qoldi. Bu demakki eng kuchsizligini bildiradi. Endi bu orada yana bundan ham xuddi shunaqa mana bunaqa foydalanishlarni biz o'rganganmiz. Ya'ni mana bunaqa foydalanib ketish degan tushunchani o'rganganmiz. Okey. Endi undan keyingi Kindle'imiz bu self negation deyiladi. Bu narsa kimdirlar bu narsani self bu deydi. Bitta gap, kimdir men traderlar orasida ham ko'raman, kimdir o'zini haqli ko'rsatish uchun bu self bu deydi, kimdirlar self negation. Bu yerda etilishi muhim emas. Bu nima deb nomlanishi muhim emas. Buni aytaylik, ketmon deb nomlaylik. Mana shu Kindle'ni ketmon deb nomlasak ham, buni qonun qoidasi, buni price action'i bir xil narsa. Prosta aytilishi farq, tushunasizlarmi? Ya'ni xuddi go'yoki ingliz tilida disiplina degani o'zbekchada intizom, lekin ikkalasi bir xil narsa, to'g'rimi? Xuddi shunaqa, u aytilishiga e'tibor berib, kimdir haq, kimdir nohaq demanglar. Okey. Bu self negation. Mana self negationda mana ko'ramizga qaranglar. Self negation Kindle'da esa nima bo'ldi? Haqiqatdan bunda ham manipulyatsiya borligini ko'ramiz. Kindle ochildi deylik. Kindle ochildi, bitta tepaga chiqdi, fake out, fake boss, fake choke borligini ko'rsatdi va yana bitta pastga tushdi. Bu pastga tushdida xuddi mana bunaqa strong foodga haqiqiy ob'yom borligini ko'rsatdi va lekin yopilishiga yaqin yana chiqib mana bunaqa bo'lib yopilib qoldi. Endi bitta bu self negationda bitta mantig'i shuki, endi bizda ikkita manipulятsion zona bo'lib qoldi. To'g'rimi? Mana ikkita manipulятsion zona bo'lib qoldi. Nima uchun? Chunki tepasi ham xuddi shunaqa manipulyatsiyani ko'rsatyapti. Alhamdulillah. Pasti ham xuddi shunaqa manipulyatsiyani ko'rsatyapti. Endi biz bundan qanaqa foydalanamiz degan savol bor. To'g'rimi? Endi odatda juda ham ko'p joylarda ya'ni mana qaysi tomonga yorib o'tsa, o'sha tomondan mana bunaqasiga foydalaniladi degan tushuncha bor. Mana bu tomonga yorib o'tsa ham, chunki manipulятsion zona bor. Mana bunaqa foydalaniladi degan narsa bor. Endi bu mantiq to'g'ri. Qachonki haqiqiy kuch bilan bu qaysidir zonani yoki tepaga yoki pastga yorib o'tishini ko'rishimiz kerak. Haqiqiy kuch bilan. O'shanda nima uchun bu self negation deyilishini hozir tushunasizlar. O'shanda haqiqiy kuch bilan bu qaysidir tomonga yorib o'tilgandan keyin mana bu zona yoki mana bu zona negation bo'ladi. Bu negation degani inkor qilish degani, inkor bo'ladi. O'zi aslida mana bu manipulятsion zonalardan biz mana bunaqasiga sell yokida buni teskarisini ko'radigan bo'lsak, mana bunaqasiga buy, to'g'rimi? Yoki mana bunaqasiga buy foydalanishimiz kerak edi. Lekin bu betda qaysi tomonga yorib o'tsa, kuch bilan, mana bunaqa impuls bilan yorib o'tadigan bo'lsa, biz mana shu zonani teskarisiga foydalanamiz. Bu to'g'ri mantiq, mana bu hozir ko'rsatayotganim. Chunki aynan mana bu self negationda mantiqi shunda. Shuning uchun ham bu self negation deyiladi. Chunki mana bu zonalar impuls bilan yorib o'tilgandan keyin inkor bo'ladi. Tushundinglar? Inkor bo'ladi. Ana endi bu Kindle'ni o'z aslida yana boshqa afzalliklar bilan foydalanish imkoniyati bor. Bu entry'da boshqa likvidlarni hisoblayotganda bunaqa imkoniyati bor. Faqatgina buni bu yerda tushuntirib bo'lmaydi. U juda ham katta dars bo'lib ketadi. Boshqa mantiqlar bilan birlashtirish kerak bo'ladi. Lekin mana shu mantiq ham albatta to'g'ri. Bu narsa ham bozorda juda ham ko'p holatlarda ishlaydi. Bu narsani bozordagi grafikdan ko'rib o'zingizlar ham tushunishinglar mumkin. Vot akalar, full Kindle'lari haqidagi mana full Kindle, 3 ta Kindle ko'rdik. Bu narsani tushundik. Endi bu yerda asosiy narsani tushunaylik. Full Kindle'lari doim sizlarga mana bu ikenada full Kindle'larda ranglar muhim emas. Men ko'k, qizil qilib chizdim. Bular bir xil rang ham bo'lib qolishi mumkin. Buni ahamiyati yo'q. Muhimi qonun qoidalar mana bu. O'zidan oldingi Kindle'da maksimum minimumlariga e'tibor beringlar. Va juda ham ko'pchilik full Kindle'ni o'rgandim bo'ldi, manipulyatsiyani tushunaman, bank manipulyatsiyani tushunaman deb o'ylaysizlar. Unaqa emas. Bolalar, bank manipulyatsiyasi full Kindle'da bular ishlashi uchun bozorda biz yaxshi daromad qilib foydalanishimiz uchun bunga qo'shimcha narsalar bor. Struktura bor, likvidlik degan narsa bor, price action degan narsa bor. Price actionga men alohida urg'u beraman, chunki o'zi aslida
Mana shu candle'lar, ya'ni bank manipulyatsiyasi price actionga asoslangan narsa. Kim nima desa desin. Chunki har bitta candle'ni nima qilmoqchi bo'lganligi haqida kazino tushuntirgan. O'shani evaziga bu candle'lar o'zi aslida bir strategiya emas. Bularning o'zi bir aslida price action hisoblanadi. Bundan foydalanish uchun faqatgina hozir mana bu o'rgangan narsalaring yetarli emas. Men shunchaki ko'chada bu narsalar haqida sal tushunarsiz informatsiyalar bo'lganligi uchun sizlarga to'g'ri ilmiy ma'nosi bilan nima qilmoqchiligi haqida to'g'ri tushuntirib bera oldim deb o'ylayman. Endi bu narsalardan albatta foydalanishimiz uchun bizga qo'shimcha narsalar, o'sha price action, struktura, likvidlik degan narsalar kerak bo'ladi albatta. Okey. Endi sizlarga mana bunaqa foydalanishni o'rgatayotgan, ya'ni mana shu narsa hosil bo'ldi deylik. Endi mana bunaqa qaytib kelib deylik, mana bunaqa qaytib keldida, endi mana mamutdan sil kirishga harakat qilmanglar. Bunaqa holat odatda ishlamaydi bolalar. Bunaqa holat odatda ishlamaydi. Mana bunda ham xuddi shunaqa. Bunda odatda juda ham ko'p holatlarda ishlamasligi yelli. Chunki bozorda birinchi navbatda likvidlik, keyin bular manipulyatsiya. Tushundinglar? Bozorda birinchi likvidlik paydo bo'ladi. Likvidlik paydo bo'lgandan keyingina manipulyatsiya o'rtaga kiradi. O'sha likvidlikni tozalash uchun. Tushunasizlar mantiqni? Ya'ni likvidlik bo'lmasa, bu manipulyatsiyalar ahamiyatsiz. Bundoq qilib aytganda, chunki bu candle'lar manipulyatsiyani bildiradi. Likvidlik bo'lmasa, manipulyatsiyaning nima ahamiyati bor? Xuddi shunaqa. Aynan menimcha to'g'ri tushundinglar deb o'ylayman. Bozorda birinchi navbatda manipulyatsiya emas, likvidlik turadi. Sizlarga bu video manfaatli bo'ldi deb o'ylayman. Mana YouTube kanalimga, Instagram, Telegram kanallarimga obuna bo'linglar. Yaqindan u yoqda suhbatlar, yaqindan yana ham foydali narsalar, kunlik setaplarim haqida tushuntiruvlar olib boraman. Hammanglarga rahmat, charchamanglar.